Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilar: "Man solla solatan lam tanhahu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad minallohi illa bu'dan." Kim bir namoz o'qisa, uning namozi egasini fahsh va munkar ishlardan qaytarmasa, o'sha odam Alloh taolodan uzoqlashishdan boshqa narsasi ziyoda bo'lmaydi deydi. Demak, biz namozni shu haqiqatini tushunishimiz kerak. Aynan biz o'ylayotgan ruhiy poklik shu. Ana namozni o'qiganimizdan keyin biz fahshdan, fohisha ishlardan, gaplardan poklanamiz. Munkar, man qilingan, shariatda yomon deyilgan ishlarni barchasidan poklanamiz. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Namoz bu qandaydir bir majburiyat-u banda shuni tezroq qilib qutulishi uchun farz qilingan ibodat emas.